Assalomu alaykum. Men Mo'minov Rustam Shafoatovich, Muzrabot tumani Mehrgiyo mahallasi Fidokor ko'chasida yashayman. Mening murojaatim shundan iboratki, men yashab turgan xonadon otamning nomida bo'lgan. Otam 2019-yil vafot etgan. O'limidan oldin tomorqani mendan katta akamning oilasi va menga bo'lib bergan edi. Kadastrda va soliqda otamning ism va familiyasi yo'q. Kadastr raqamidan boshqa birovning ism va familiyasi turibdi. Shu muammoni hal qilishda yordam berishlaringizni so'rayman debdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men tuman kadastr bosh muhandisi bo'laman. Ushbu murojaatni o'rganib chiqamiz. Soliq to'layotgan bo'lsa, hozirda kimning nomiga soliq to'layotganligi mahallasiga borib, joyiga borgan holda o'rganib ma'lumot beramiz bu haqda. Bir narsaga aniqlik kiritib o'taylik, ayni jarayonda chunki haqiqatan ham shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti-da, ayniqsa kadastrda, bugun ro'yxatga olishda yoki kommunal to'lovlarda bunaqa ko'p uchrayapti. Faqat Muzrabotda emas, viloyat bo'yicha qaysi hududda kelsak shunday bo'ladi. O'sha mana yaqinda biz ko'rdik, aynan murojaat kelgandi. Viloyat hokimiga qilingan murojaatni borib hamkasblarimiz o'rganishdi o'sha hokimlik va media guruhida. Aynan unda ham shunday. Kommunal to'lovlarda kadastr uy boshqa kishining nomida, boshqa kishining biriktirilyapti. Abonent sifatida. Yer ham mana o'zi aytayapti, otalar nomida. Qanaqa holatlarda shunaqa bo'ladi? Hozirda bugun integratsiya jarayoni ketyapti-da, hamma baza ulashga shunda bo'lyaptimi? Soliqda yoki to'lovlardan shunaqa muammolar kelib chiqyapti. Hozirda ko'p holatlarda bir fuqarodan uy joyini sotib olgan bo'ladi, o'sha kishining nomida bo'ladi. Hozirda men nomimda kirgizib beringlar deyapti. O'zboshimchalik egallab olingan yer uchastka va unda qurilgan bino inshootlarga huquqlarini e'tirof etish bo'yicha ishlar ketyapti. O'zbekiston Respublikasi qonunida qabul qilingan. O'sha maqsadda xatlov bo'lish jarayonidan oldin o'zini ism familiyasini kirgizib, o'zining nomiga birdan hujjat qilmoqchi bo'lish holatlari ko'p bo'lyapti. Bunday masalalar joyiga borib, mahallalar bilan, mahalla yetkiligi bilan o'rganib chiqyapmiz. Bu murojaatda ham joyiga borib o'rganib chiqishamiz.